Eljernonga atalgan gullar. Aql insonni baxtli qiladimi yoki baxt uchun eng muhim narsa baribir mehr va tushunishmi? Ilm-fan inson hayotini o'zgartirish huquqiga qanchalik ega? Aqlli bo'lishni juda xohlagan inson aqlini yo'qotishdan ham qo'rqishi kerakmi? Jamiyat insonni aqli uchun qadrlaydimi yoki insoniylik uchunmi? Keling, shu savollarga javobni Deniel Kizning mashhur asari Eljernonga atalgan gullar kitobidan o'qib topamiz. Ushbu kitob har bir inson uchun ayni muddao bo'lib, insonni nafaqat voqealar bilan, balki ichki kechinmalar va hayotiy savollar bilan ham tanishtiradi. Deniel Kiz tomonidan yozilgan Eljernonga atalgan gullar asari adabiyot olamida alohida o'rin egallagan, chuqur mazmun va kuchli hissiy ta'sirga ega bo'lgan asarlardan biridir. Ushbu asar ilmiy fantastik yo'nalishda yozilgan bo'lsa-da, unda ko'tarilgan masalalar oddiy inson hayoti, jamiyat va insoniy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq. Asarning bosh qahramoni Charli Gordon bo'lib, u aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan, lekin qalbi toza va niyati sof insondir. Charli oddiy ishda ishlaydi va atrofidagi odamlar tomonidan ko'pincha masxara qilinadi. Biroq u buni to'liq anglamaydi, chunki odamlarning kulgusini do'stona munosabat deb hisoblaydi. Charlining eng katta orzusi aqlli bo'lish, o'rganish va boshqalar kabi hayotni tushunishdir. Ilmiy tajriba avval Eljernon ismli sichqonchada o'tkazilgan bo'lib, u sun'iy ravishda aqlan rivojlantiriladi. Olimlar bu tajribani muvaffaqiyatli deb topib, uni insonda sinab ko'rishga qaror qilishadi. Tajribada qatnashish uchun esa Charli tanlanadi. U tajribaga katta umid bilan rozi bo'ladi, chunki u aqlli bo'lishni chin dildan xohlaydi. Asar Charlining kundalik yozuvlari orqali bayon qilinadi. Bu esa insonga qahramon ruhiyatini chuqurroq anglash imkonini beradi. Dastlab Charlining yozuvlari juda sodda va ko'plab xatolar bilan to'la bo'ladi. Bu uning aqliy darajasini yaqqol ko'rsatadi. Tajribadan keyin esa Charlining tafakkuri tez sur'atlarda rivojlanadi. U qisqa vaqt ichida murakkab bilimlarni egallaydi, ilmiy tushunchalarni tushunadi va o'z atrofidagi dunyoni boshqacha ko'ra boshlaydi. Yozuvlari ham mukammallashib, mantiqiy va aniq bo'lib boradi. Charlining o'zgarishini kuzatib, insonning ruhiy o'sishi va bilim orttirish jarayonini his qilasiz. Bu esa kitobni birinchi marta o'qiyotgan o'quvchi uchun yanada qiziqarliroq bo'ladi. Biroq aqlning oshishi Charlining hayotini yengillashtirmaydi. Aksincha, u ilgari sezmagan haqiqatlarni anglay boshlaydi. Odamlarning masxarasi, yolg'on do'stligi va ikkiyuzlamachiligini tushunadi. Avval kulib qabul qilgan hazillar aslida kamsitish ekanini bilib, ichki iztiroblarni boshdan kechiradi. Natijada Charli tobora yolg'izlanib boradi. Bu holat asarda juda ta'sirchan tarzda tasvirlangan. U orqali inson kechinmalarining qanchalik murakkabligini anglaysiz. Asar davomida muallif muhim savolni o'rtaga tashlaydi. Aql insonni baxtli qiladimi? Charli aqli past bo'lgan davrda sodda va baxtli edi. U odamlarning yomon niyatini sezmas, hayotdan rohat olar edi. Aqli oshgach esa ko'proq o'ylaydi, azob chekadi va ko'p narsalarni tushunadi. Bu orqali muallif baxt faqat bilim va aql bilan belgilanmasligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, aqlning oshishi bilan insonning ruhiy holati ham murakkablashadi. Bu borada esa Eljernon azob cheka boshlaydi. Eljernon ham tajribaning salbiy oqibatlarini ko'rsata boshlaydi. U ilgari o'rgangan narsalarni asta-sekin unutadi. Bu holat Charli uchun ham og'ir ogohlantirish bo'ladi. U ham xuddi shunday taqdir uni kutayotganini tushunadi. Charli tajribaning sabablarini o'rganadi va aqlning pasayishi muqarrarligini anglaydi. Bu bilim unga katta ruhiy zarba bo'ladi. Shu tariqa kitobni o'qiyotgan inson ham aqlning oshishi va pasayishi o'zining hayotiga qanday ta'sir qilishini chuqur his qiladi. Bu bilim unga katta ruhiy zarba bo'ladi. Asarning eng ta'sirli jihatlaridan biri Charlining aqli sekin-asta pasaya boshlagan pallalardir. Kundalik yozuvlari yana xatolarga to'lib boradi. Charli esa
Eljernon bilan bu hislarni his qiladi. Uning qo'rquvi, umidsizligi va ichki og'rig'i juda real va samimiy tarzda beriladi. Bu holat kitobning hissiy ta'sirini yanada kuchaytiradi va har bir insonni qahramonga yanada yaqinlashtiradi. Afsuski, kitobning so'ngida Eljernonning o'limi yuzaga keladi. Eljernonning o'limi asardagi ramziy voqealardan biridir. Charli Eljernon uchun gullar qo'shni iltimos qiladi. Bu harakat Charlining nafaqat sichqonga bo'lgan hurmati, balki o'z taqdirini tushunishi va qabul qilishi bilan bog'liq. Eljernonga atalgan gullar nomi aynan shu ramziy ma'noni ifodalaydi va asarning umumiy g'oyasini mujassamlashtiradi. Asar jamiyatning nogironligi bo'lgan insonlarga bo'lgan munosabatini ham tanqid qiladi. Charli aqliy darajasi past bo'lgan paytda kamsitiladi, ustidan kulinadi. Aqliy salohiyati oshgach esa undan qo'rqila boshlanadi. Jamiyat uni hech bir holatda to'liq qabul qilmaydi. Bu holat odamlarning ko'pincha boshqacha insonlarni tushunishga tayyor emasligini, ularni faqat tashqi yoki aqliy holatiga qarab baholashini yaqqol ko'rsatadi. Daniel Keyes ushbu asar orqali ilm-fanning axloqiy chegaralari haqida ham muhim savollarni o'rtaga qo'yadi. Inson ustida tajriba o'tkazish qanchalik to'g'ri? Ilmiy yutuqlar insonni baxti va ruhiy osoyishtaligidan ustun bo'lishi kerakmi? Bu savollar nafaqat asar davrida, balki bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Shu sababli kitobni o'qiyotgan har bir inson ilm-fanning ijobiy va salbiy oqibatlari haqida ham o'ylaydi. Xulosa qilib aytganda, Eljernonga atalgan gullar bu ilmiy fantastik qobiq ostida yashiringan chuqur insoniy asardir. Asar insonni rahm-shafqatli bo'lishga, odamlarni ularning farqlari uchun emas, balki insoniylik uchun qadrlashga undaydi. Asarni o'qib bo'lingach, uzoq vaqt xotirada qoladi va insonni o'z hayoti haqida o'ylashga majbur qiladi. Ba'zan insonlar esa bu asarni o'qib shukr qilishni boshlaydi, chunki to'liq aqliy faoliyat har bir insonga ham berilgan emas.